alaykum o'g'illar, hammaniga yangi lokatsiyamiz Yangiqo'rg'on sentri bino, So'liq binosi yonida. Bu tomonimiz Iskavot, Navkent, Nanach ketadigan yo'l. Barcha turdagi balonlarimiz, akkumulyatorlarimiz, yangi yuklarimiz keldi. Yana yangi obzor. Mana shu lokatsiyamizdan shuni ko'rinaversidagi joyda kimga qanaqa balon, akkumulyatorlar kerak bo'lsa, shu yerga kelaverasizlar murojaat qilib. Qolgan yangilik balonlarimiz keldi. Barcha turdagi Damas, Tico, Nexia, Gentra, Cobalt, Tracker, Onyx barcha turdagi balonlarimiz keldi. Yana yangi yukimiz keldi. Bir moshina. Hozir endi strajlarga teramiz. Akkumulyator, balonlar kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Timir diskami, sayka diskami, o'zimizdagi diskalaringizni olib qo'yish kerakmi? Shunaqa desa hammasini o'zimiz kelishilgan holatda ishingizni bajarib beramiz. Yangi balon qo'ymoqchimisiz damazingizga va qanaqa mashinaga olmoqchisiz? Oyog'ingizdagi baloningiz ham yaxshi bo'lsa, pulgacha qo'yib qolamiz. Qish qirovligida qiynalmang degan maqsad she'rlarga o'shdi. O'shni olganingiz bilan shaharga tushib, balon olib chiq, ya bu yerga kelib chiqib qo'ydi, garantiyasi yana tushib chiq bo'lmadi yo'q. O'zimiz keldi, Yangiqo'rg'onga kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqa chiqaverasiz. Telefonlarimiz 93lik 366 4 90lik 596 4 8. Ertalab ish vaqtimiz ertalab soat 8 dan kechqurun 8 gacha. Barcha turdagi balon, akkumulyatorlarimiz bor. Akkumulyatorlarimizni Yangiqo'rg'on, Iskavot, Navkent birlashgan tomonlarga 10 kilometr joygacha dastavkamiz bor. Barcha turdagi akkumulyator, katta mashina texnikalarga akkumulyatorlarimiz bor. Bag'ingda svetli o'tish boshlaydi. UPS degan narsalar bor. UPS'dagi ham yaxshi ishonchli garantiyani ko'proq vaqt ketadiganlardan qilib beramiz. Akkumulyatorlarimiz UPS'dagi ham katta Furasdan boshlab Tico katta texnika, любой texnikaga akkumulyatorimiz bor, xudo xolasa. Barcha turdagi balonlarimiz ham keldi.